Jojaning eng muhim davri uning dastlabki kunlari. Birinchi haftada qilingan xato keyinchalik butun parvarish davrida bilinishi mumkin. Joja kelishidan oldin xona tayyor bo'lishi kerak. Pol va jihozlar toza. Toshama quruq. Ichimlik suvi tayyor. Yem tayyor. Va eng muhimi, joja kelishidan oldin biroder harorati barqarorlashgan bo'lishi kerak. Jojaning oziga qarang. Agar jojalar issiqlik manbai ostida bir-biriga tiqilib olsa, sovqotayotgan bo'lishi mumkin. Agar hammasi issiqlikdan uzoqlashib, og'zini ochib tursa, haddan tashqari issiqlik ehtimoli bor. Agar jojalar bir tekis tarqalib, faol yurib, yem va suvga bemalol kirayotgan bo'lsa, sharoit ancha yaxshi. Birinchi kunlarda suv va yemga kirish imkoniyati uzilmasligi kerak. Toshama esa quruq saqlanishi kerak. Jojaning dastlabki haftasida asosiy maqsad faqat uni tirik saqlash emas. Sog'lom va bir tekis rivojlanadigan joja olish.